va shuni siz ilinishingiz kerak boshqalarga. Chunki buni eng katta dalili Alloh taolo oyatda aytadiki, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub" deydi. Ogoh bo'linglar, qalblar Allohning zikri bilan orom oladi deydi Alloh taolo. Qalblar dunyo bilan emas, qalblar mashina bilan emas, qalblar siz go'yoki bir 100 ming dollar pulingiz bo'lsa ham bu bilan emas. Ular faqat qismangina qalb rohatlanishmaydi, ammo Alloh taolo oyatda aytgan asl qalbga rohat bunda bo'lmaydi. Shuning uchun biz mana bu o'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarni biz ham hayotimizda ilinishimiz kerak. Hattoki o'zingiz ayolingiz bo'lsin, o'zingizni onangiz, aka qizingizlar bo'lsin, mahalla ko'y bo'lsin, buni siz vazifa shuki, nimani o'rgandingiz va nimani yaxshi ko'rdingiz va shundan odamlarga yetkazib qo'ying. Nima uchun desa, akalar, chunki siz odamlarga agar bir yaxshilikni o'rgatsangiz oladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytdi, kimi bir inson yaxshilikka yo'llab qo'yadigan bo'lsa, shu yo'llaganchalik barobarda ajr oladi ekan. Agar siz bir inson namoz o'qishga yo'llasangiz, haligi inson namoz o'qiyveradi. Qancha namoz o'qisa, o'sha savob sizga tegadi. Ya'ni shundan ko'rinadiganki, siz odamlarga nima yaxshilikni o'rgating va nimaga yetalab qo'ying, sizga ajr boraveradi inshaalloh. Go'yoki bir yerda mesdan arendaga oldingizda, shu arendani endi boshqalarga berib qo'yapsiz. Bu oyna olgan siz arenda beraveradi. Xuddi shu kabi biz ham solih amallarni odamlarga o'rgatib, yetkazib, mayli siz yomon ko'rsin, mayli so'rsin sizni, mayli bir ma'lumot qilsin, lekin siz bilingki, Allohning so'zi bilan Rasululloh so'zini yetkazyapsiz. Bu odam faqat shaytonga aldaganligi uchun yoki nafsini qulub bo'lganligi uchunlar sizga nima qiladi? Bosh egmash mumkin. Lekin u inson yotib o'yladi, bugun domla, bugun mana bu birodarim, meni akam mana bu oyatni aytdi. Alloh taolo bunday degan ekan, Rasululloh mana bu deb aytgan ekan, meni bu ishim xato ekan deb inson ishonaring, ertagacha o'ylanib chiqadi. O'ylab etdimiz yana shuni o'ylaydi. Nima uchun demaysizlarmi? Odam agar qalbida ozgina Allohga iymon bo'lsa, albatta mana bu narsani insonda ta'siri bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu oyat hadislarni inshaalloh qo'limizdan kelgancha odamlarga yetkazishimiz kerak. Demak, mana bu oyatimizni yetkazib qo'yamiz. Alloh subhanahu va taolo aytgandek, "Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira" dedi. Ya'ni o'zlari bir taom yaxshi ko'rib, buni yetimlarga, miskinlarga, asirlarga nima qiladi?